sizlar bilan men Soya. Bugun sizlar bilan biz Styx var Legends o'yinini o'ynab maza qilamiz. Hozir biz chempionat rejimini o'ynaymiz. Bo'lmasam o'yinga kirib olamiz va eng qiyin rejimni tanlaymiz. Bizga qiyinchilik kerak. Va birinchi raqibimiz Zoni. Xo'sh, har doimgidek birinchi qilichimni kuchaytiraman. Qilich bozimda, keyin konchini, qasrda, kamonchimda, keyin sehrgar va bo'ldi. Endi o'yin boshlaymiz. Xo'sh, bu yerda aytyapti 1 minutda 4,5 ming pul qo'shiladi. Bu tezlik yaxshi. Xo'sh, bizga hozir faqat qilichboz va konchilar kerak, chunki pul 1 minutdan keyin tugab qolishi mumkin. Xo'sh, ikkita sehrgar ham yaxshi. Hozir uni uncha kuchaymagan. Hozir hujum qilsa bo'ladi. Bemalol hozir borib urib kelaman. Hozir sehrgarlarni chiqarib bo'ldi. Endi olg'a. Qani ketdik. Hozir borib uni boshdan davom qilamiz. Bu faqat himoyachi chiqargan ekan. Mening qilichbozlarimning zirhi zarba evaziga jon to'ldiradi. Ularni qancha ko'p bo'lgani men uchun foyda. Xo'sh, hammasi jonlar ketib. Himoya rejimi ishlashdi. Bir sira jonimni to'ldirib, odamlarni to'ldirib oldim. Bu yerda bir 4,5 ming to'ldirib olib, oxirgi qaytaman. Hozir himoyaga ular qaytishdi, bo'lmasam himoyaga qaytardim. Zarba bitta bera bo'ldi. Xo'sh, odamlarni askarlarni ko'paytirib olaman. 50 ta bo'ldi, endi yana bir sira borib kelaman. Shunday qilib birinchi raqib devlar chiqarib, lekin menga muammo emas. Xo'sh, birinchi raqibdan menga bo'lgandan so'ng ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi raqiblardan endi esa qaysi xo'sh, oddiy sandiq berdim. Endi ikkinchi raqibim. Xo'sh, ikkinchi raqibimga ham har doimgidek qilich va mana konchini kuchaytiraman, chunki men qilich bilan konchiga katta pul sarflaganman olmoslarimni. Ustiga bular ko'p bo'lsa yaxshi. Demak bu karta. Hozir men 4 ta hammasiga qilichboz chiqaraman va uni qilichbozlarda meni qilichbozim kuchli bo'lganligi sababli men uni oddiy askarlarni anchagacha kamaytiraman. Bu palagina kimda askari, oddiy askari kuchli va tez uradigan bo'lsa, ana shu yutadi. Meni ikkinchi askarim mumkin 3 va 4 ham hozir yo'lda. Hozir bir kelib bo'lsa, qaytishyapti. Tillarni berish uchun qaytishyapti. Hozir askar urib oladi. Endi esa yana pul hozir qo'shilganimiz uchun yana askar chiqaraman. Afsuski bu haykal oldiga borgandan odamlarni nechadir foizga sekinlashtirib qo'yadi. Shu sababli birdaniga ko'p odamlar hujum qilishim kerak. Ikkita kamonchi va bitta askar meni muammo tug'dirmaydi. Sen odam kelyapti-menda, yana o'yin 3 ta zaxirada odam bor, ulardan chiqaveradi. Yana esa ularni o'ldiraveraman. Hozir men ham urib, ham jon to'ldirib, ham zarar berayotganim uchun meni o'ldirish, askarlarimni o'ldirish muammo. Qo'sh bo'lmasam, ularning konchilarini anchasini yo'qotdik. Bu degani ular ancha vaqtgacha pul ishlolmaydi. Ay, himoyaga qaytaman. Bo'lmasam hozir meni aslida sonfini bo'lmay qoldi. Bo'lmasam hozir askarlarimning bir qismi chiqishdi, bu chiqib bo'lgandan so'ng yana bir siraga hujum qilaman. Hujum etdi, bo'lmasam hujum qilmas edim. Yo'q. Yo'qlar yomg'ir.
Yo'qlar yo'qmas. Ya uzr. Bajaman ketdim. Mana bu jon keltiradigan sehrga chiqargan ekan. Yo'qlar yo'qmas. Oy, qayt. Lazerli ko'zlaringga seni. Mana bu odam sal xavfli, chunki bu sehrli nimadan shopda olinadi bu odam va buni joni oddiy askardan bir necha barobar ko'p. Va ko'rib turganingizdek, bu juda xavfli. Buni tushunmasam jonini yarim qilgandan so'ng hujumga o'taman, bo'lmasam men askarlarimni birmuncha qiynab qo'ya oladi. Mening nimam haykalim tufayli uning har zarba berganida 30 ta jonni oladi. Va bu men uchun o'ta qulay. Oy. Yo'q. Endi boshqali bu. Lekin menga qiziq emas, chunki askarlarim ko'p va buni jonini bemalol yo'qotaman. Va bo'ldi. Birinchi raqibimiz minus. Endi ikkinchi raqibimizga o'tamiz. Bu Shaun, ya'ni bunga ham 15 ta ekan, hammasiga shuni kuchaytiraman. Bunga ham har doimgidek shuni kuchaytiraman. Xo'sh, bu nima ekan? Qani ko'raychi, oddiy jang shekilli. Oddiy jang shekilli. Oddiy jang ekan. Hech qanday ustun yoki bunga tarafi yo'q, lekin bunda muz effekti bor ekan. Bu meni muzlatib sekinlashtiradi. Ayniqsa 4 ta 5 ta odam qilsa. Hozir bu odam nimaga ketyapti deb o'ylashlaring mumkin. Bu o'yinda bir logika bor. Men borib unga hujum qilaman. Hujum vaqtida u menga nima qila olmaydi. O'q uzadi. Ammo meni boshqarayotgan personaj ikki tomonlama harakat qilsam, ularda o'qi birontasi tegmaydi. Bu degani esa ular askar chiqa olmagani uchun menga hujum qila olishmaydi demoqchi. Chiqarishga hujum qilib ko'raymi? Yaxshi bo'lardi. Sekinlashtirib qo'ydi. Bersizlar. Hammaylar pulimni yana chiqarib olsam. Xo'sh. Aytgancha, O'zbekiston o'yinini ko'rgan bo'lsangiz, afsuski bu safar yutqazdik. Endi yagona imkoniyatimiz Kongo bilan o'yinda. Agar o'sha o'yinda yutsak, 3-o'rin bilan chiqishimiz mumkin. Agar omadimiz kelsa, chiqishimiz mumkin. Kim qaysi odam gol urishi yoki shu aniq hisobni yozib qoldirsa, men shunchaki qo'yib qolaman. Va biz o'yinni davom etamiz. Aytgancha, obuna va like bosishni unutmanglar. Va biz ikkinchi, ya'ni mana buni hozir himoya qobiliyatini ishlatishim kerak. Bu haykalni joni yarim bo'lganda himoya qobiliyati ishga tushadi. Mana himoya qobiliyati ishga tushdi. Endi qochaman. Birinchiroq chekinaman, to'g'ri, qochmayman. Chekinish urush tugagan degani emas. Degan holda mana buni qilaman. O'tish kerak emas. Hozir buni askarnicha ko'p emas. Yana ikkita askar chiqargandan so'ng hujum qilaman. Yaxshi olg'am. O'qlar yomg'iri. Yashirin. Hozir yaxshi kirib oldim. Kamida 4 dona o'q teksa-ya, meni bitta askarim o'ladi. Hozir o'qlar yomg'irdan so'ng esa hujumga. Bo'lmasam boshladik. Hozir bu o'yinni tugatib olgandan so'ng keyingi raqibimiz bundan ham qiyinroq bo'ladi. Qanaqadir shu o'yin uchun ko'p vaqt sarflab yubordim. Odatda 2 yoki 3 daqiqada eplardim o'yin manada raqiblarni. Qanaqadir shu o'yinlar qiyinlashib ketayapti. Mana qo'llar ishga tushdi. Ammo endi kech.
Ikkinchi raqibimiz ham minusda. Endi esa almost raqib. Almost sanda berdi. Endi esa final. Ya'ni 3-raqibimiz. Momacha. Oho. Birinchi navbatda bu qilichboz, keyin konchi, haykal, orqadagi himoya kamonchilari, dev bitta va sehrgar. Yaxshisi, har ehtimolga qarshi albatta bu agar kuchayib ketib qolsa. Oho! Demak, menga 1000 ta oltin berar ekan. Xo'sh, hozir men bir gala qilib, yo'q, tez emas ekan. Voy, shunisi yomon. Essiz. Hozir bir amallab essiz. Meniki bilan bir xil ekan. Taktikamiz qo'lim bilan bir xil ekan. Hozir men qilichbozlarni yo'qotib o'rniga nimalarni qo'ydim? Konchilarni, chunki bu pul yetmay qolishi mumkin. O'tgan safargi o'yinimda ozgina yetmay qoldi, shuning uchun ozgina qiynaldim. Bu o'yinda esa umuman boshqacha. Ya'ni men yaxshi. Hozir ishlatgan narsam bu askarlarning chiqishini bir necha barobarga tezlashtiradi. Va men bu o'yinni yutdim. Chunki 50 ta, taxminan 50 ga yaqin askarlarim bilan bemalol hozir ketdim. Lekin meni qiynayotgan narsa uni himoya rejimi qanday? Haykalni himoya ham bu haykal bundan yaxshiroq. Lekin uning haykali sindi. Chunki hozir u qildi. Bizlar biz yutdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Obuna va like eslangizdan chiqmasin.